Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Kechib reanimatsiyada bemor ko'rgani bordik. Infarkt o'tkazishgan ekan, shuni ko'rib bering. Qaysi devorlarida bo'lgan, qanchalik zarar bergan, fraksiyalari necha foiz deb chaqirishgan ekan. Ko'rdik, mana o'tgan bemorni dar joyiga borib ko'ramiz. Shunaqa zamon shunaqa rivojlanib ketdi, Xudoning qudrati bilan. Oldin faqat katta apparatlar bo'lardi, hozir kichkina notebookdaqa borib yotgan joyida yurolmaydigan yoki reanimatsiya qilgan kasallarni ko'rib beramiz. Qarang, mana shu akinezga infarkt bo'lgan zona mana bu zo'r qisqaryapti. Qisqaruvchanligi saqlangan, lekin mana cho'qqi oldi devorida akinez, ya'ni qisqaruvchanlik buzilgan. Yana ham aniqlashtirish uchun mana bu stressni ko'ramiz. Mana qisqaruvchanliklar bu yerda saqlangan, lekin bu qismlarda qisqaruvchanlik buzilgan. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.